Yaklaşık 25'te harabını getirdik. Assalomu alaykum. Mana inson bugun tug'ilgan kun. Assalomu alaykum. Bugun o'zbek san'atini darg'asi deydi-ku, haqiqiy borligidagi darg'asi. O'zbek san'atiga juda ham ulkan hissa qo'shgan, bizni Farg'onamizni ko'rki, faxri, hammamizni bir erkatoy, sevimli jigarimiz Dilshodjonni bugun tavallud ayyomlari. Iloyim Po'latovning 100 yilligini ham birgalikda nishonlashni Alloh nasib qilsin. Yuzga kirdingizmi? Bir pasda yuraylik. Ishlikda Alloh nasib qilsin. Ilohim ko'p yillar Dilshod Ahmadshoh deb o'zi milliy qo'shiqlarimizni o'sha egasi bo'lib, xonandalarga chiroyli qo'shiqlarini berib yuradi. Sog' bo'ling, umrlari ziyoda. Salomat bo'ling. Rahmat. Birinchi so'rashgan odamni qo'lini ko'rmayapman. O'zim shavol edi do'stlar. Assalomu alaykum. Umrlarga, rizqlarga Alloh barakot bersin. 100 yoshga kelsin, bola chaqasini rohatini, orzu havasini Xush kelibsizlar. Xushbaxt bo'ling, xushvaqt bo'ling. Hamma vaqt bo'ling. Hamma vaqt bo'ling. Endi har bir narsani o'zini haddi bor, haddi. Goh G'amza usul, goh Xudoyi Rasul degan. Avvalgi ulamolarimiz, olimlar goh kulishib o'tiringlar, goh bir nasihatlashib, maslahatlashib o'tiringlar. Deb bitta gapni gapiravermasdan, haligi plasinkani u yog'i, bu yog'i bir tomonda o'xshaydi-ku, o'zi bir tomonda o'pib-rangi bo'ladi. Bildingizmi, bu Hazrati Iso bilan Yahyo alayhissalom hali gapirib beramiz bu yoqda. To'g'rimi? Mana shu yerda shuncha odam o'tiribdi. Hamma odatda tek o'tiraversa. Bu nima? Har bir o'tirishlik tek qayta o'tiradi, masjidlarda o'tiradi. Amr ma'ruf qilayotgan o'sha masjid. Bu shodiyona, tantana, xursandchilik, o'yin kulgi bo'ladigan marosim bu. Bu yig'isiga bo'ladigan, nasihat qiladigan marosim emasda bu. O'rgilib ketdik. Bu Xudoning do'stligidan dalolat beradi. Nimaga? Alloh taolo bir bandasini yaxshi ko'rsa, har xil sinovlarga solib qo'yadi. Et-betini og'ritib qo'yadi. O'ziga qaratgisi keladi. Hech qayeri og'rimasa, hech och qolmasa, chiroq so'nib, baxtiyor bo'lsa, u Xudoning yaxshi ko'rmagan odami bo'ladi. Uni bu dunyoda nima qilib qo'yadi? Mag'rur qilib, mustarab qiladi. Endi et-beti og'ridi, voy Xudoyim, voy Allohim ey deb Allohni eslaydi. Meni eslab tursin deb Alloh nima berib, Xudoga shukr. O'rgilib ketasizlar. Dunyoda 2-3 ta yaxshi odam bor. Shundan bittasi men. Oling. Iloyim. O'zak Po'latjonmi? Xayriyat, men esimga olib qolib shekar edib. O'shanga erkalatib ilhom aytadingmi? İlhom bo'lganda bu yaxshi ismda ilhomlanib ketadi. Zavqlanib, shovqlanib, borini yechib, borini berib yuboradigan odamlar ilhom odam deydi. Shunday. Xayriyat. Berib yuboradigan. Gapirsinlar. Yo'q. Boshqa qo'ta endi. Biz ham er-xotin ekanda. Po'latjon. Ham Po'latjon, ham Ilhomjon. Omon bo'lsin bu qadrdon. Doim bizlar shod xandon. Bormi yana bizga sizdek mehribon? Alloh. Salomat bo'lsin. Hammani tabassumga yo'lantiradi. Rahmat, baraka. Ofarin Mavlono, ofarin. Allamni Ha, Bo'lyapti, og'ay. nima bo'lish kerak? Yoshim katta sendan. Og'ayni deysan. Tadbir bo'lyapti. Qanaqa tadbir? Tug'ilgan kun Dilshod jiyanim, Siz jiyangiz Ha, bo'ladimi? jiyanim bo'ladi. Eng kattalari man. Qachondan beri? Qancha bo'ldi? Bordi keldi, yo'qolib ketgan.
Bugun chinakani kelibsizlar. Ha, o'shani bugun chaqirib. Qatlisiz o'zi. Ha, Qayerdan keldi? Sotirqo'tan. Qayerdan? Sotirqo'tan. Hamma o'qiyman. Haqidami do'kon? Ya. Yopaslarga yetmasdan. Sizlar Gashitdan. Yo, bizniki bu tomonda. Mahalladash ekanmiz. İsmail Mahmud. Hoş geldin. Bu gapingizni quvvatlab qo'yaman. Ana shu farosat boshqa bobida bir mana o'zim ko'p joylar borda, otini aytmayman men. Bir to'yga bordim. Mana shu tomonda. Quyosh botadigan tomonda. Nimani Rishtonni berrag'ida, marrani narrag'ida. Keyin Sarxoniyatda aytib qo'yish. ahli farosat biladi. Bordim, ertamadan bir Alisher Ibodmi, Binata degan Bor, ibodim. Ibodini Malikul Kalom To'lan Nizom meni to'yga olib kelgan. Ertamadan to'y bo'lyapti. Sahar nikoh to'yi ekan, meni duo qilib ma'ruza qilgani olib chiqtirdi endi. Bu 15 yil 20 yil narig'idagi gapda endi bu. Men chiqib gapirayotsam bir bola ichib olibdi, mast. Goho shu mastlar ham foyda keltiradi. Haligi qo'liga 1000 so'm tushib olibdi. Mayna qilib kelyapti meni oldimga, so'riga. Ba'zi odamlar o'tiribdi hamma. Lekin haligi odam hali holatda kelyapti. Endi uni kema deb bo'ladimi? Kema deb bo'lmaydi. Ha, kerak emas. Nima kema deb bo'lmaydi. Kelyapti. Ha, to'xtang dedim. Ne to'xta? Aka, bu qanaqa to'y dedim. Nikoh to'yi dedi. Bularga do'stmisiz, dushmanmisiz dedim. Ha, meni jiyanim bo'ladi bu dedi. Aql o'zi nima? Ha, jiyaningiz bo'lsa, nikoh to'yi bo'lsa, bu olib kelayotgan narsani eri xotin qilib olib kelmay, yakka qilib olib keladimi? Tanho, ha buni juplab iloji bo'lsa bolalarni olib kelmaysizmi buni? Shunday qo'lini tiqib, bor pulini olib kelib nega? Men aytdim, bundan keyin bunaqa qilmaylar dedim. Nikoh to'yida endi uni dilini og'ritib boshqa qilish mumkin emas-da u. Ozor yomon narsa bu. Ara xo'rolarmi boshqa xo'rolar kim bo'lsa bo'lar insonda u. U endi o'zini shuncha sog' odam himmat qilmayapti. Lekin haligi stogramovga dunse bo'nkani nimasi qo'zg'ab ketib himmat kelyapti. Haligindan meni ham zavqim kelib ketib, so'rida yakka o'zim o'tiribman-da. Ba'zi odamlar so'rib, "Na bor-ya?" Rosa maqtadim. Haqiqiy oliyjanob, haqiqiy farosatlik, haqiqiy tog'asi ekansiz. Hamma ham shunaqa qilavermaydi. Desam yana shunchagina oqtarib qoladi. To'xtalgan chiqavering endi. O'shuning uchun shunaqa menga shunaqalar ko'p uchrar ekan, non sog'lar. Sizlarga ham uchrab turar ekanda. Hojdada hozir yana bitta narsani guvohi bo'ldim. Ay. Xudo bergan bir otash nafasingiz bor. Mana shu bir og'zim gapingiz bilan to'pasiga bola sog'ayib qoldim. Sog'ayishda ham hozir esnasini ovutib qo'yish kerak-da. Shunaqalarni maqtab turinglar. Albatta. Hech kim yomon demaydi. Hamma yaxshi. Doim aytaman, Chustki domdan bir gapi bor. Ulug'larimizning ham gapi bor. Har qanday yaramas odamni ham maqtang. Ya ota bo'yin ko'rganim, zo'r odamsan sen. Ana desa, ichida yomon ko'rib dushman bo'lsa ham yaxshi ko'rib qo'yadi. Payg'ambar Rasulullohning sunnatlari shu edi. Sen kofirdan demaganda, shuning uchun payg'ambar Rasulullohning sunnatlari hech kimga ozor bermaganlar. Hamma maqtagan. Hamma orqasidan ergashishda oling. Buni otini xulqi azim deydi, go'zal xulq. Go'zal xulqliq bilan hammani orqasidan ergashtira olishingiz kerak bo'ladi-da. Shuning uchun sizlarga ham o'sha teskari uchraydimi, dinlikmi, dinsizmi, umuman nima? Mana Muhammadjon hoji guvoh. Mana shu gapirishga majburman sizlarga. Xoli islom, xoli islom men gapiraman-da. Nimada yuribmiz Xivada. Bütün ziyoratchi o'sha yerda, musulmonu, nomusulmonu, Hind, Xitoy, Shanxay odam to'lib ketgan joylar yozda. Keyin bir 10-15 ta nima keldi, koreyslar. Koreyslar kelib qoldi. Biz Bag'dan ketyapmiz. Ular bu yoqdan kelyapti. Aytdimki, Rasulullohning aytganini qilaydi dedim. Payg'ambarimiz aytganki, kimga bo'lsa ham kulib tabassum bilan qaraydi.
chan gapiringlar deganlar. Payg'ambarimiz aytganini qilib bilan bu Xitoy Shanxaydan kelgan dedimda, haligilarga yapon bo'lganda, "O, assalomu alaykum. O, tangem, jumong, hello" deb qo'ydi. Kulib, tabassum. Boshqa gapni gapirib bilmayman, boshqa gapni. Tangemni bilaman, jumongni bilaman, tabassumni bilaman. Yugurib kelib mana o'rashib oldi. Hali xotinlar, erkaklar. Git bor ekan tarjimon. Bu kim dedi? Qanaqa odam bu? Nima bizga kuldi bu dedi. Nima tabassum qildi bizni tanimasdan dedi. Bizni bobomizni, momomizni nomlarini aytib ehtirom qildi bu dedi. Dedi, ha bu dedi shayx dedi, imom dedi, Qur'on dedi. O dedi. Shunda bir xotin nariga borib turib shuncha sumkasini ochdida bitta pul oldi. Pul olib kelib menga berdi. Men aytdim, "Yo'q, olmayman, bundan ol dedi." Hay men o'rganib qolganmiz baribir. Haliga qo'lim ketib qoldi, olib qo'ydim bilmasdan. Keyin bilsam u 20 ming won pul ekan, u koreyslarning puli. Bilingda, u dinsiz bo'lsa, meni tanimasa, bilmasa, men uni tanimasam, bilmasam, Muhammad alayhisalomning sunnatini qilib tabassum qiluvdim. Ana shu ham kelib 20 ming wongini menga bizni pulimizga u 180 ming so'm bo'lar ekan. Keyin men aytdim, endi dunyoning go'zalligi olish bilan berish bo'ladi. Deb men ham 200 ming so'm pul olib unga berdim. Hali ayolga. Yana boshqa olasan dedim. Uni tarjima qilib berdim. Sizlarning bag'rlaring keng, nima? Diyorlaring keng, himmatlaring keng, saxiy odam ekansizlar. Bizni O'zbekda bolalar borib erta ishlab pul topib kelib, xotin olyapti, mashina olyapti, uy solyapti. Inson ekansan senlar dedim. Deb turib haligini meni mehrim dedim. Sen ham berdingmi dedim. Bu ham mening mehrim. Bizda shunaqa olish berish bilan inson chiroyli bo'ladi dedimda, Ali ayolga berdim. Mana Mahmud. Shunda haligi bu tasavvurga yo'qdi endi u meni pul berishim. Aqa qarab, muncha bir yosh bola turgan ekan yonimizda. Haliga olib borib berdi haligini. Bergan pulni. Shuna men u ham o'zimiz bilan borgan haligi Ruslanning o'g'li ekan. Haligi yana o'zimizga qaytib keldi. Demoqchimanki, mana shu tabassum, mana shu chiroyli chehra, shirin gap har qanday dinligi va dinsizlik yo'lga solib qo'yar ekan. O'shuning uchun Rasululloh hazratlari tabassum deb bo'ldilar. Kulib yuringlar deganda katta hikmat bor ekan. Endi men nima uchun o'shuni berdim bilasizlarmi? 200 ming so'mni nimaga berdim men bilasizlar, bilmaysizlar. Bitta o'zbeklarda hozir oldin cho'pak bo'lsa, hozir xoda bo'lib qolgan qo'lida. Hali blogger barobatlarlar chiqib olgan, boshqa qilgan, haligi raddiya nima ana deydi, imomlar deydi, boshqa olib deydi, hivay kelib garajchilik qilib yuribdi, qarzlardan pul olib deydi-da. Haligi holatni ko'rsa, ashlarni og'ziga suyak tiqib qo'ydim men. G'iring degizmay qo'ydim. Bildilaringmi? Hay Mavlono. Siz shu Hatamjon haddan tashqari hurmat qiladi. Men akamda Yotganda ham, hali telefonda ham, televizorda ham sizni ko'radi. akamda u. Hoji dada, Xudoyimga shukr. Mani eng yaqinim yoningizga tushganidan shukur. Mana aytib bo'ldi-da, u borganda ham bo'ldi o'zi. Ikki tomondan zabit qilish yo'lini bilyapti. Ba'da bir boshqacha gap, bu yerda bir boshqa gap, o'rtada bir guldas. Ofarin sizga. O'rta katta nima? Maydonlarni ko'rganligi chetdan ma'lum. Bildingizmi? Hay deb qo'ymaysizmi? Endi bitta gap gapiramiz, baqib o'tamiz endi. Nima? Nima qani? Ahmad Dono. Yo, Ahmadjon Dono. Muhammad Dono. Dilshod Muhammad Dono so'rayaptilar. Xo'p, endi ochilish qismini qilaylik, bu bo'lsa gap tugamaydi. O'tirib olasizmi, o'tiring. Xo'p. Azizlar, endi bizdan boshqa notiq ham, voiz ham, suxandon ham bor-ku. Shunaqa bo'lsa, men mehmon bo'lganim uchun siz gapiring deyishadi. O'shuning uchun o'zim tanishtirib, o'zim gapirib qo'yaman. Bu oramizda ahli bog' guruhlari ham bormi? Bor. Yashashin. Bor yo'g'li ketayotganda ma'lum bo'ladi. Quloq solinglar. Mana bugun 2025-yilni 22-aprel kunida butun ommaga ma'qul bo'lgan
ilmiy ommabop, nihoyatda randalangan, qirindisi yo'q. Bu Dilshodbek og'amiz 50 yoshga kiribdilar. Buni shukrona kunlari ekan. Shuning uchun siz aziz do'stlarini, qadrdonlarini, hamkasblarini chaqirib, shu bir obi taom ehtirom bilan sizni bizni xursand qilib, o'zlarini kayfiyatlarini chok qilish uchun minnatdorchilik ehsoni ekan bu. Endi Hazrat Payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam janobi payg'ambarimizdan so'ragan ekanlarki, "Yo Rasululloh, sahobalar, siz nima har dushanba ro'za tutasiz? Nimaga boshqa kun emas, har dushanba ro'za tutasiz?" Men dushanba kuni tug'ilganman-da degan ekanlar. Ya'ni Rasululloh payg'ambarimiz tug'ilgan kunlarni ro'za tutib, Allohga yaqinlashish shukronasini qilar ekan. Endi bu payg'ambarimizning bir so'zlari bor, kun ibn zamoni. Zamonayning o'g'loni bo'l deganlar. Endi bizni zamonamizda yori do'stlarini, qadrdonlarini chaqirib, o'z mehrlarini, muhabbatlarini izhor qilib, chiroyli bo'lib o'tirish odobi, madaniyati bizni zamonimizda taraqqiy etdi. Bundan bir 20-30 yil bo'rak edi. Hozir endi mana chiroyli to'planadi, salovat, Qur'on tilovatlar bo'ladi, bir-birlariga chiroyli bo'ladi. Shuning uchun sizni biz bugun mana 55 ga Alloh taolo umr beribdi. Shu umr mobaynida qancha mana bu san'at, bu ilohiy bir ne'mat bo'ladi. Men bu hamma ashulachi o'zi yodlab olib, bu Mashrabni, Huvaydoni, Navoiyni o'zi aytaveradi deb o'ylar ekanman. Farosatim yetmas ekan shu ilmga. Kamoli bu Muhammadjon Hoji Eshon bilan tanishib, sizga ro'paro kelganimdan keyin aqlim ochildi, yana qo'shildi. Aqlimga aql qo'shildiki, bu bastakorlik ilmi bo'lay bo'lar ekan. Bu sizlar o'sha to'g'rilab, haligi naqasini joy-joyiga, maqomlarga qo'yib bersangiz, har qanaqa katta hofiz ham o'zi yo'lida ketavermas ekan. Shuning uchun janobingizga bo'lgan mehrimiz, muhabbatimiz o'zi az avvaldan edi. Yana ham kuchayib ketdiki, bu hamma katta kulminatsion nuqtasiga yetkazib aytadigan hofizlar, boshqalarni sizlar bu yo'lab bunday maydonga chiqarib beradigan yerni tagidagi tomirlari pardani orqasida turgan ulug' siymolar ekansizlar. Men shunday nima qildim, nima baholadim-da. O'shuning uchun bu kishining otini Dilshod Muhammad Dono deb ismlab qo'ydim. Endi har bir joydan endi har bir joyga bir odam borsa, quruq borib bo'lmaydi. Hech bo'lmasa tishkavlaydigan ko'tarib olinglar degan. Kim? O'rta Osiyo, Qozog'iston musulmonlar muftiy Hazrat Yovdon Eshon boboxon. Bir joyga borsangiz, mehmondorchiga boshqa hech bo'lmasa tishkavlaydigan ko'tarib. Endi hozirgi zamonda tishkavlash modasi bormi bilmayman-ku. Men o'rganib olganim, nima cho'ntagimga 5-10 ta 20 ta qilib olaman. Ha, tango bilasizmi? Boru. Nima saqich boru, nima? Tango. Zuvachka, ana, zamonaviy tilda gapiring. Zuvachka internatsionalda bu tango yaqinda keldi. Ashundan savolaman deb. Bunday borsiz, hay bolalarga mana bolamsiz, deb yugurib kelib quchoqlab, achaqlab oladi, opoq deb. Haligini ko'rgan ota-onasi olib borgan qo'yingizdan ham, molingizdan ham xursand bo'lmaydi. Hali hayot davomchisi bo'lgan bolani erkalab, chiroyli qilib kuldirib qo'yganingizga sizni yaxshi ko'rib qoladi hali nima? Ota-onasi. Bu ulug'lardan kelayotgan odat. Bildilaring, bu kecha yo bugun paydo bo'lgan emas. Shuning uchun bir joydan bir joyga mehmon bo'lib borsangiz, quruq borib bo'lmaydi. Bu narsa mana bu yerga Marg'ilonda bor. Masalan, men ko'p kelaman Marg'ilonga, to'ylarga, hashamlarga. Hech to'rt non, tarvuz, qovun, har narsalarni ko'tarishib oladi. Ko'tarilmaganni hali qo'lini orasiga kafti bilan titirib qo'yib o'tishib ketadi. Shunaqa farosatli odamlar. Endi men ham shunga binoan mana bu o'zimiz sovg'ami olib keldim. Bismillahirrohmanirrohim. Bunga endi o'shab turing, ko'rar ko'zning quvvati ko'r yonida bilinadi. Unga shu odam ko'zini qimmatini bilmaydi. Har kim o'zini endi meniki moddiyatdan ko'ra ma'naviyat. Moddiyat aka chiqib yo'qotib qo'yadi, ma'naviyat o'rganib turadigan narsa. Men endi buni
Tika tursa oyog'im qalb qutlovi. Bu qalb qutlovi bitta meniki emas bu. Hamma shu eshitganlarning qutlovi bizim mana shu nimaga Dilshod Muhammad Donoga atlov. 55 yoshi bilan. Dilshod Muhammad Dono elda rutbasi a'lo, qo'shiqlari dilafzo, ayyomingiz muborak. Dilxush kuylar yaratib, el ulusni yayratib, yuribsiz nom taratib, ayyomingiz muborak. Buni men amalda ko'rdim-da. Xorazmga borsam, Qashqadaryoga borsam, hop odamlar orqaga yugurib yurar ekan, bizga qaramadi odamlar. Otabek ham Ozodbek sevib kuylashar birdek, fazlingizga yo'qdir chek, ayyomingiz muborak. San'at bilan dunyo xush. Qurol bilan dunyo xush bo'lmaydi. San'at bilan bu. San'at bilan dunyo xush, ruh yengil, ko'ngil sarxush, ilhomingiz ursin jo'sh, ayyomingiz muborak. Do'stlar bugun jamul jam. Do'stlar bugun jamul jam, mehrini ko'rib baham, muborak botda bardam, ayyomingiz muborak. Qo'shni devor darmiyon, salom yo'llar Shahrixon, tuzab to'kin dasturxon, ayyomingiz muborak. Yana ko'p kuy yaralsin, dunyolarga taralsin, maqsudingiz ushalsin, ayyomingiz muborak. Dutorda qalb nolasi. Oh, ishonjon. Bu og'izda choladi. Dutorda og'riq qilib o'tirgan og'zim ham tutarib ketdi. Dutorda qalb nolasi, setor dillar nolasi, minglab muxlis volasi, ayyomingiz muborak. Ruhan suyi samoda, Abdul Ahad duoda, ehtiromi ziyoda, ayyomingiz muborak. Bu 55 doim yaxshilarga bo'ling xesh. San'at bastakorlar ichida bo'ling hammadan pesh. Alloh. Mana davralar shunday o'tsin. Bo'ptimi? Qovoqlari qiyqan bunday qilma. Azizbek ham o'ynatib qo'yapti. Salomat bo'ling. Omon bo'ling. Ey, bu odam ko'p, odam oz. Bu men bilmas ekanman bu san'atni. Haqiqiy san'atkor bu ekan. O'ynatib yuboradigan shu ekan. Yashasin. Ana endi sizlar ham o'z tabriklaring, so'zlaring bo'lsa bayon va ayon qiling. Juda go'zal, juda go'zal. Yana bu kishining bitta gapi bor. Mashkar, bitta gapi bor. Yomon ta'sirlanib ketaman. Dadam aytdi, nima dedi? Dadasi nima dedi? Bu dadam degan edi deydi. Dadasini juda ko'p eslaydi. Bu baxtli bola. Dadasi ham baxtli inson ekanki, dadasi eslatadigan chiroq dadam shunaqa degan edi. Dadam mana bunaqa degan edi. Har shunaqa sizlarga ham aytaman. O'rgilib ketay. Ay, o'g'il bola. Ustozoda. Haqiqiy ustozoda, qalbi ozoda, san'atchi oqlar ichida saqlovda. Voy yursin ozoda. Bo'plarsiz. Ya men bir marta nobob ustiga qarab Uchta baqa, uchta naryoqqa. To'yida man yog'dil Yavra kuydirib ado aylaro To'yida man yog'dil kuydirib ado aylaro Man xastaga har doim yavra ko'p jabru jafoylaro Man xastaga har doim yavrimi ko'p jabru jafoylaro Oh dila vafolarni
Ağyavra berip barbot gam yiki bile Kaddıma yavre Neyleyki tutayları Gam yiki bile Kaddıma yavre Neyleyki tutayları Oltursa rakib bilan Ayşile qurib ishratov Ayşile qurib ishratov Gar ko'rsam mani noyon yavrum ko'z birlanimon aylarov Dardimning davosi yo'q voybod to kelmay Abdul Ahad qori Dardimni davosi yo'q voybod to kelmay tabibim kimov Bilmamki qachon endi yavra dardimga davo aylarov Gar yetsam visolig'a hajridan o'lib qolgimov Hajridan o'lib qolgimay Shuldamda muqim ikmay yavra Bir nazmu navo aylarov Ayrılganga olmaz mana yavrum Sog'inganga o'xshayman Ayrılganga olmaz mana yavrum Sog'ingandan yig'lanar Endi hozir bizni bir sal boshqacharoq qopizimiz ham bor-da. Yaxshi. Tabrik iltimoslar. Mikrofon? Yo'q, shuncha. Naql o'qing. Mana. Qog'oz. Qip-qizil ekan ketmaymunni. Lek qordek oq etmaymunni. Teskari qarar odamlar lek uyolmas betmaymunni. Etmaymunni. Betmaymunni. Qip-qizil ekan ketmaymunni. Ola bula ot aslida zebra. Minaman desang mindirmas sira. Sen baribir ham minmoqchi bo'lsang mini sirini mingandan so'ra, mingandan so'ra, mingandan so'ra. Ola bula ot aslida zebra. Bo'yni uzunmi, oyog'i uzun. Shirafani ayt, oyog'i uzun. Muxlis dediki, hech ikkilanmay. Oyog'i uzun, har yog'i uzun. Oyog'i uzun, oyog'i uzun. Shirafani ayt, oyog'i uzun. Kik o'ynar, tog'i bor. Quyoshning ham o'rtog'i bor. Ana gullola, mana gullola. Hatto uning ham butog'i bor. Hey ana gullola, mana gullola. Hey hatto uning ham butog'i bor. Tak takiyon
bari makiyon. Bitta xo'roz tovuqlarga mos. Ana gullola, mana gullola. Bitta xo'roz tovuqlarga mos. Ana gullola, mana gullola, bitta xo'roz tovuqlarga mos. Charlin Chaplin chinorga chiqdi. Chinordek chumoli chakagini chaqdi. Chakagini chaqdi. Chakagini chaqdi. Charlin Chaplinni chumoli chaqdi. Chakagini chaqdi. Chakagini chaqdi. Charlin Chaplinni chakagini chaqdi. Hop, ana. Yaşasın Farg'ona. Yaşasın Mushakam. Aferin. Burası hiç qora kelibsiz. Mani sanatomiya chiqmayapman. Ko'pchilik ekanmiz u. Kunduz sig'ida avgust oyida vodiyda ko'proq so'qim so'yiladi. Onaga bitta qo'yam qo'shib qo'yib, to'yda o'tkazamiz, odamlarga yegizamiz. Issiq. Avgust oyi saraton Toshkentda chilla deyiladi. Akarasi ichi astronomikada turgan, ikkita to'yga kirgan, uchinchisida taklif qilinsa, ichib chiqadi. To'yxonani qurmadilar. Borib ichib. Hasa astronomikada turganmiz kunduz sig'ib. Paz avtobus kelib qolibdi. 76 ta passajir. Issiq. Old eshik ochilgan ekan, odamlar yorib kirib hali kayib. Deb joylashib olibdi. Sekin qarasa chap tomonda kichkinagina joy turgan ekan. Hali joyga o'tirib ketyapsa, issiq jon deb qo'yib yuboribdi-da. Bir avtobus odam. Yakshanba bo'lsa, hamma bozordan qaytdi. Hazilda chiqib, hamma qarg'ab ketayotganmiz. Issiq. Saraton, akamizga qarasa, chap tomonida xola o'tirgan ekan. Xola xijolatmi? Mendan to'kib qo'ying dedi. Xolaga shunaqalardan xudo saqlasin. Gavlar saqlanayam qoladilar. Shogirdim kelganligi kumush qanot. Tillaqon. Mana. Davraga chiqding. Hoppali, keling, polvon. Mana shu mayda toshlarni qanday qilib qo'zg'atib berasiz, tomoshabin o'zi olqishsin. Qani? Og'izda choptiramiz. Toshlarga oldiga keling, keling. Yerkeling. Hoppali. Hamma to'g'ri. Hop. O'tadajon. Hoppali. O'tadajon. Hoppali. Bularni qimillatishda sirrini o'zingiz bilasiz. Qanaqa qilib bularni qimillatganini, o'zini otasi qimillatganini ko'rishlikni ko'rib, hamma yig'ilgan ekan. Bitta ko'rsatib qo'ying dedi, jon. Bo'lib, o'zingiz qilasiz. Oxlab qiling, oxlab. Qilib bering. Tozalab qo'yaman. Qani? O'qiyapman. Xabardan bo'lib keling. Hay. Hoppali. Yerga urib qo'ying. Hoppali. Hoppali. Adana. Ha. Udarnichu iPhone. Anoni. Hala, anaqa polvonlar ham bor. Qiladilar. Asiz. Lochin polvon maydonga chiqqandagi hech quruq chiqib ketgan emas.
O'ng qo'ldan o'ng qo'ldan shundan deyiladi. Biz yoshligimizda borardik. Hojdada Bularni ko'rsatib bo'lgandan keyin paxtasini terib olib chiqib ketar edi. Bilasizmi? Tushundik. Bo'ldi bo'lgan bo'lsa. Va Muhammadjon telefonlashamiz deganiga indamadi. Muhammad o'zi hammasini bosib qo'ya qoladi. To'g'ri qiladi. Hojdada Hey! mana bu saylga kelganimdan xursandman. Xudoyimga shukr. Yaxshiyam kelganim. Shunchalar polvonlarni ko'rdim. Bo'lmasam qayerda ko'rardim buni. Mana u toshlarni o'ynatishini qarang. Biz ham bularni yoshida shunaqa toshlarni o'ynatardik. Hojdada sizni guvohligingizda shu shogird bolalarni bir imtihondan o'tkazsam maylimi? Bemalol ustoz. Har tomondan o'tkazinglar. Endi mana hozir Lochin polvonlarni eslatdingiz. Voh. Bu paytdagi toshlar endi haqiqiy qo'rg'oshimdan bo'lgan toshlar edi. Endi hozirgi toshlar qanaqa bilmadim-ku. Bularcha yengil o'ynadiyapti. Buni ustiga nog'arani ham og'zida chop qo'yyapti. Xuddi siz bir imtihondan o'tkazsam bularni. Xo'sh, ayting. Xolisan lillah. Manam toshimni tashlab bersam. Manikini qanaqa o'ynatishar ekan. Ko'tarib, dast ko'tarib, bir irg'itib yelka bilan urish shart emas. Faqat bitta o'ynashini ko'rsatib bersa. Shimini tishlab turib orqasiga tashlaydi. Xayr, ustoz. O'shani kim so'radi? Bitta otimi? Qapqadil otini oldi. Bunday bitta bo'ldi piqqat otilar. Nomi nima bo'lgan? Pa, Spark. piqqadil. Tulpon rang. Tulpan. Bu devorlar qadrdon ukalarim. Ofarin. Parvanın kızları tolda yürüyen kiktir. Parvanın kızları tolda yürüyen kiktir. Tutar çırpıp küylegen yürekleri küktür. Hırsız yemez aşığı şoştan kelgen yiğit. Hırsız yemez aşığı şoştan kelgen yiğit. Andıcanı Fargana Marganda süktür. Andıcanı Fargana Marganda süktür. Farganda oy otar Andıcan'da tan otar.
Asta yürüyün yaşlar, ayvanda yavrum yotar. Asta yürüyün yaşlar, ayvanda yavrum yotar. Tutar çeleyi toy seher, bülbül bilen sar basar. Uyg'onsin yor bag'ri tosh, holimdan olsin xabar. Uyg'onsin yor bag'ri tosh, holimdan olsin xabar. Farg'onada oy o'tar, Andijonda tong o'tar. Asta yürüyün yaşlar, ayvanda yavrum yotar. Asta yürüyün yaşlar, ayvanda yavrum yotar. Tog' ortida bor o'g'il, yo'lim to'sgan sakson. Tog' ortida bor o'g'il, yo'lim to'sgan sakson. Gaplashgani qo'ymaydi, bobosi bor yasovli. Gaplashgani qo'ymaydi, bobosi bor yasov. Ko'ylagingni yengini shamol o'ynar kengini. Har kim topsin dunyoda bo'ylariga tengini. Har kim topsin dunyoda bo'ylariga tengini. Farg'onada oy o'tar, Andijonda tong o'tar. Asta yürüyün yaşlar, ayvanda yavrum yotar. Asta yürüyün yaşlar, ayvanda yavrum yotar. Rahmat aka, murodingizga yeting. Bu ajoyib milliy bir juda chiroyli. Ben 70 kirib endi eshitdim bu boshlanishi. Bu Otabekka aytilgan ekanda, bu suyukligi boshqaligi. Sallamno, joningiz omon bo'lsin. Juda o'zbek millatida san'at cheksiz ekan, tugamaydigan. Har xillarga rahmat. Yana bormi ijodkorlardan? Bormi Xorazm yo'llarida aytadiganlar? Avvalambor assalomu alaykum. Sheflar. Ustozimiz rizo bo'lsin. Rahmat, sağ olun. Bo'lsin qo'ldan kelgancha Barakalla. Xorazmcha Kamoljon Otaniyozovda nolam bo'lib qoldim degan ashulasini aytdim. Xudoga shukr, eshitganimizda. Qani. birlan dilbari ra'no menga boqdi, giryon bo'lib qoldim. Ko'z uchi birlan dilbari ra'no menga boqdi, hayron bo'lib qoldim.
Yüz nazu kereshme bilen yar Qaşını qaqdi Giryan bulup kaldım Yüz nazu kereshme bilen yar Qaşını qaqdi Giryan bulup kaldım Canım ne olsa olsun de ben yanına vardım Kılma ayıp kim Divana kılıp zülüflerini boynuma saldı Nalan bulup kaldım Divana kıyıp zülüflerini boynuma saldı Nalan bulup kaldım Bülbül boyu biskin demem Nalalar kılsam Kılma ayıp kim Köz içi birle kaşı bilen Bir ima kıldı Giryan bulup kaldım Köz içi birle kaşı bilen Bir ima kıldı Giryan bulup kaldım Hayran bulup kaldım Nalan bulup kaldım Vallahi. Nimaga shu bayti to'liq o'qib. Juda Nurullo Qorakam ham aytardi buni. Lekin bu bola bo'lakcha aytganda Ali Qur'onni tajvid o'qiganda odam bari jon chiqib ketadi-yu. Ana shunaqa qilib aytganda u mana o'z bahosini ham berib qo'ydi uni maqtab. O go'zal juda. Go'zal. Meni mana do'ppimni qayerdan keldi ham demaysilar. Qulluq bo'lsin. Qulluq bo'lsin. Yaqinda Toshkentga Ama yarashdi. Yarashadi. Yarashdi. Yarashdi. Buni Toshkentga ham tushdi shu va do'ppini. buni tarixi borda. Shayx bilan birga. Ya buni tarixini tushuninglar-da. Faqat Muhammadjon hoji birga boramiz dedi. Men dedi. Necha razmer do'ppi olaman dedilar. Dedilar uni olasiz dedim. Meni ham patsibek qilib qo'ysangiz boraman. Bozorda baylab oldi. Hushyor bo'linglar. Gapni o'ldirmaydigan odam bilan oshna bo'linglar. Borizga tushdi. Endi do'p haqida Azbek olyapti, bitta do'p haqida ham aytib qo'ying endi. Azizullohga ya. Do'p haqida. Do'p marg'ilondimi? Ha. Dadam tursa, dadam shu yerda, dadam Bera keling. Gullari go'yo guliston marg'ilonning do'ppisi. Bo'lmag'ay tannarxi arzon marg'ilonning do'ppisi. Boshda yangi doimo Kamoliddin hojim do'ppisi ochingchi boshingizni. Do'ppisi bu loyiq kelmasligini bilaman. Bilasiz. Bilsam ham boshda yangi do'ppisi bu so'zni bayon etdi sizga Shahrixonning so'ppisi. Bundan keyin mana shunaqa do'pp kiyib yuring. Xo'p bo'ladi. Hozir bu do'pp shuni ilmiy buni ko'rgan odam Toshkentlikmi, Namanganlikmi, Qo'qonlikmi, Mag'lalikmi ajratib bo'lmaydi. Mana buni kiysangiz mana shuni deb ajrab turadi Marg'ilonlik. Endi meni sizlar Marg'ilonlikmisiz deydigan bo'lsalaring, bizni oramiz 33 kilometr. Keyin Nikolaydi vaqtida Shahrixon Marg'ilon uyezdiga qaragan. Buni men rahmatulloh allomani
mana imom ukam boru yangi masjid masjid o'sha yozib qo'ygan kitobida Shahrixon Marg'ilon uyezdiga qarashli bo'lgan degan. Shuning uchun buni o'pkalamasin birov shunday bo'ladi. Hay deb qo'ying.